Ochiq osmon ostidagi muzeyda e'tirof etiladigan Xiva shahri kuz faslida ham sayyohlar bilan gavjum. Ularni tarixiy obidalar bilan bir qatorda milliy hunarmandchilik namunalari ham jalb etmoqda. Ko'hna shahardan tayyorlangan lavha kashtachilik bilan shug'ullanuvchi yosh hunarmand haqida. 4 mavsumda ham sayyohlar bilan gavjum Xiva mehmonlarni nimasi bilan jalb qiladi? Tor ko'chalari-yu hashamatli tarixiy obidalari bilanmi yoki sodda insonlari-yu bedakror hunarmandchilik ijod namunalari bilan? Aynan ular bilan yaqindan tanishish uchun biz Xiva shahriga tashrif buyurdik. Xiva shahrining Ichankala majmuasida har qadamda hunarmandlarni uchratish mumkin. Biz hozir Yoqubboy xo'ja madrasasidamiz. Bu yerda hunarmandlar usta shogird maktabi joylashgan. Keng hovli bo'ylab hunarmandchilik namunalari terib qo'yilgan. Bu yerda tabiiy ipakdan gilamlar va so'zanalar to'qishadi. Qahramonimiz Mohida bu kasb bilan 3 yildan buyon shug'ullanadi. Bu sohaga qiziqqanim tufayli bir oyda mukammal o'rganib oldim. O'zim hozirda Urganch davlat universiteti 2-kurs talabasiman, pedagogika fakultetida. Hozir qo'limdagi ishim bu afsona deb aytiladi. Bu afsona ishimning naqshlari asosan Xiva milliy naqshi deb ham aytiladi. Bu naqshni boshqa joylarda ham kuzatishingiz mumkin. Qadimda har bir o'zbek qizi kashtachilik bilan shug'ullangan. Momolarimiz 10-12 yoshidan to turmushga chiqquniga qadar sarpasi uchun maxsus so'zana to'qishgan. Ammo uning kichik bir qismi bitmay qolishi kerak edi. Bu bitmas xursandchilik, baxt va omadning ramzi bo'lgan. Mana bu yerda afsona naqshidan boshqa naqshlarni ham ko'plab naqshlar to'kiladi. Bular ochiq parda gul, g'uncha gul, mana bu yerda shirin, benaki har xil naqshlarni kuzatishingiz mumkin. Bu yerda ranglarni tabiiy bo'yoqdan olamiz. Mana anor po'stidan sariq, yanoq po'stidan esa mana ochiq jigarrang olib bu ranglardan foydalanamiz. Indigo rangi bu yerda toshdan olinadi. Barcha ranglar mana hammasi tabiiy bo'yoqdan olinadi. Tasvirga olish jarayonida hunarmandlar hovlisi qiziquvchan sayyohlar bilan to'lib ketdi. Menga so'zanalar juda yoqadi. Ular o'zgacha, juda ajoyib. Bu yerdagi ijod namunalarining barchasi qo'l mehnati natijasi ekanligi men uchun ham hayratlanarli, ham juda qiziq. Boshqa sharq davlatlarida ham kashtachilik namunalarini ko'rganman, lekin bunday chiroylilarini birinchi marotaba ko'rishim. Kashtachilik san'ati milliy g'ururimizning ramzlaridan biri hisoblanadi. Bugungi qahramonimiz bu hunarni kelasi avlodlarga yetkazishni o'zi uchun ham farz, ham qarz deb biladi. Iqbol Masharipova, Elbek Musayev, Xorazmdan O'zbekiston onlayn uchun.